Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin xəbərlər proqramına xoş gəldiniz. Bugün 8-ci ayının 30-cu günü çarşamba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Uyğur Project Fondi 2023 yılı 9-cu ayda ötküzməkçi bolğan İstanbulda 20 leksiya 2023 namlıq fəaliyyətə əvətilgən əsərlərdən 37 nəfər yazğıçının 44 parça maqalası rəsmi tanlanğan olub, bular Dəvr və Biz namlıq kitabğa kirgizilgan. Bu maqalələr tövəndikilərdən ibarət. Şərq Türkistanın azadlıq görüş doğruluq oylanış. Məhəmməd Emin Həzrət. Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor. Erkin Sidiq. Ruhiy sog'lomlik va uning da'voga ko'rsatadigan ta'sirlari. Məhəmməd Emin. Uyg'ur olim ulamolarning Uyg'ur millatimiz oldidagi majburiyatlari. Heytaxun Mamtemin. Xitoy cho'ng millatchiligi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ideologiya asosi. Muhammad Ibrohim. Nelson Mandela'nın köreş yolları ve siyasi ideyası. Abdüşkür Muhammed. İnsaniyetinin kanıgan yarısı Şərqi Türkistan. 1. Gülmira Berdaş. İnsaniyetinin kanıgan yarısı Şərqi Türkistan. 2. Gülmira Berdaş. Okuş, ögüniş bizning chiqish yo'limiz. Muhammad Yusuf. So'ravansız vasıtalar orqali mustabid tuzumini yiqitish. Savut Muhammed. Uyg'ur mavjudligini saqlash ustida izlanish. Erpan İdris. Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti. Gulshan Abduqodir. Ma'rif yo'q millatning kelajagi yo'q. Salima Akamal. G'oyini yurakli tanlagan saboqdoshlarim. Salima Akamal. Amerikaliklarning qimmat qarashlaridagi bir qancha muhim elementlar. Erkin Sidiq. Xitoy xabar to'rining 8-ci ayının 30-cu gündəki xəbərdə deyilishicha, Tianjin Xongqiao rayonluq ma'rif xizmat gruppasi Şərq Türkistonga berib, yosh o'quvchilarning Xitoycha ma'rifi va Xitoycha tarbiyalanishini ilgari surish to'g'risida ilmiy muhokama yig'inlashgan. Xi Jinping Şərq Türkistonni ziyorat qilayotgan bir paytda Tianjin rayonluq partiya komitetining muavin sekretari Jin Fan Şərqi Türkistonning Urumchi va Xotan rayoniga berib, birlashma faoliyat yapgan. İşgir ülkelerden kelgan xizmat gruppasi va uning hamrohlari atalmış Xinjiang Ma'rif Ministerligi, Xotan rayoni va Xotan shaharlik ma'rif idorasi va Xotan yoshlar komiteti qatorliq aloqador tarmoqlar bilan Sharq Turkistondagi yosh o'quvchilarning millatlar ittifoqlik tarbiyasini cho'nqir kuchaytirishga ahamiyat berib, ikki taraf atalmış Xitoy ishgir ülkelardagi Xitoy o'quvchilari bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur o'quvchi yoshlarini o'zaro almashtirish haqida suhbat o'tkazib va o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirib, suhbatlik yoshlar boyligidan o'rtaq bahrlanish va madaniyat almashtirish to'g'risida kelishim tuzgan. Xitoy hukumat har yili ma'rif bahonasi bilan necha minglagan Uyg'ur o'quvchilarini Xitoyning ishgir o'lkalarga o'tkazib, xitoylashtirishni o'zliksiz davomlashtirayotgan bo'lib, bu yilmi Tianjinda kelgan bu guruhga Urumchi poyezd stansiyasidan 2023-yillik atalmış Xinjiang sinf o'quvchilaridan necha yuz o'quvchini Tianjin Xongqiao rayonidagi maktabga yo'l solgan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat, ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.